Telegramdan qancha pul topsa bo'ladi? 11.400 dollar. Men 24 soatga reklama beruvchi sifatida Telegram kanallaridan o'zbek blogerlar qancha pul topishini so'radim. Trolluzda bitta reklama narxi diqqat. Salom do'stlar, meni ismim Isomjon Islomov. Isom TV degan kanalda ismi Islom bo'lsa kerak, bilmadim. Islom emas, Isomiddin ham emas, Isomjon. Yangidan ishlarga o'zimning ismimni Isom desam, Isomiddinmi? Yo'q, Isom desam, Islommi? Yo'q, Isomjon deb qaytarib o'rganib qolganman-ku, lekin kanalimning ismini noto'g'ri yozadigan darajaga hali tushganim yo'q. Xo'p, bugungi videoda Telegram orqali qancha pul ishlash mumkinligini bilib olamiz. Agar oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, unda albatta video formatini bilasiz. Bunda biza eng arzonidan eng qimmatiga qarab boramiz. Lekin bu safar ishtirokchilar bilan tanishtirmayman. Bundan tashqari eng oxirida bir oyda Telegramdan necha pul ishlash mumkinligini hisoblab chiqamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Boshla. Demak, topimizda 6-o'rnini Militsiya UZB egalladi. Militsiya UZBda hozirda 152 mingta obunachilari bor va har bir post qamrovi 75 mingtadan. Siz bu kanalga kirib obuna bo'lmagan bo'lishingiz mumkin, lekin yuqori ehtimol bilan sizga kimdir bu kanaldagi videolarni jo'natgan. Demak, shunaqa aktiv kanalda bitta reklama narxi 25 dollar. Va men Telegram kanali egasi sifatida ayta olamanki, aytgancha Telegram kanalimni 2017-yil 07 bitcoinga sotib olganman. Buning sababi chiqaradigan kontentiga bog'liq. Har xil hazil-huzul, prikol, urushish, tortishish, janjal, xullas ma'naviy bilim bermaydigan kanallarni reklama narxi ancha past bo'ladi. Bundan tashqari odamlar bu kanalning ortida kim turganini bilishmaydi. Demak, lichniy brend yo'q. Bu juda ham muhim, chunki reklama beruvchilar influencerlarga, ya'ni odamlarning fikriga ta'sir o'tkaza oladigan odamlarga, afterski content chiqaradigan odamlarga ko'proq pul berishga tayyor. Shuning uchun davom etamiz. Demak, 5-o'rinni kanallarni dodasi egalladi va reklama narxi 60 dollar. Agar reklamada bu havolalar bo'ladigan bo'lsa, unda 120 dollar ekan. Bu kanalda deyarli 1 millionta obunachilari bor va o'rtacha post qamrovi 150 mingtani tashkil qiladi. Va bu ham hazil-huzul kanal. Bundan tashqari reklamalari juda ham ko'p chiqadi va shunga qaramay reklamasining narxi 60 dollar. Qoyil. Kelaylik 27-aprel kuni nechta reklama bo'lganini hisoblab chiqamiz. Tak, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ta reklama bir kun ichida. Shunda 8 ta reklamadan 7 tasi havolali bo'lsa va bittasi 60 dollarlik bo'ladigan bo'lsa, oddiy arifmetik hisoblab ko'rsak 900 dollar bo'lyapti. Yoki men bu narsani noto'g'ri hisoblayapmanmi? Bir xil postlari yoki reklama emasmidi? Umuman fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta yozing. Xullas, davom etamiz. 4-o'rinda Uzbek MDK. Juda ko'pchilik biladi bu kanalni, lekin MDK nima deganligini deyarli hech kim bilmaydi. Xullas, MDK bu hozirda zamonaviy sleng bo'lib, bu ruscha mudak, o'zbekcha esa Google Translate etishi bo'yicha eshak degan ma'noni bildiradi. Xullas, bu kanalga men ismida obuna bo'lmaganman, lekin repostlar soni juda ham ko'p bo'lgani uchun ko'p uchratib turaman. Kanal o'rtacha ahvati 180 mingtaga yetadi va obunachilari soni esa 300 mingtani tashkil qiladi. Xo'p, endi eng qizig'iga keldik. 3-o'rinni afterski content egasi Xushnudbek egalladi va reklama narxi 200 dollar. Ochig'i men juda ham hayron qoldim. Shunaqa yuridik temalarni ko'tarib chiqadigan afterski kontentda bitta post qamrovi 150 mingtalik kanalda reklama narxi atga 200 dollar bo'lsa, bu kanalda yana reklama beruvchilar uchun katta plusi bu shu kanalda katta tekstlar yoziladi va shu katta matnlarni o'qishga tayyor bo'lgan obunachilardir. Xo'p, endi esa 2-o'rin. 2-o'rinda bitta reklama narxi 250 dollar
va eng qizig'i ikkinchi o'rnimiz naqd 2 ta va bular shaxsan men o'zbek bloglardan eng sevib o'qiydigan kanallarim ular Trolluz va UzNews. Trolluzda bugungi topimizda ishtirok etgan qolgan kanallardan obunachilar soni ancha kamroq bo'lishiga qaramasdan reklamasi narxi qolganlardan balandroq. Buning eng asosiy faktori Trolluz orqasida kim turishini muxlislari juda yaxshi bilishadi. Umid Gafurovni obunachilari hurmat qilishadi. Xullas, lishniy brend kuchli. Bunda reklama qo'yilganda shunchaki bir public reklama qo'yilmaydi. Bunda obunachilarni ishonchini qozona olgan odam o'z so'zlari bilan, ya'ni native reklama qiladi va bu ancha samaraliroq. Obunachilar soni 56 mingta va o'rtacha bitta post qamrovi 40 mingtani tashkil qiladi. UzNewsga keladigan bo'lsak, men ko'proq UzNewsni Instagramda kuzatib boraman. Telegramda esa obunachilar soni 72 mingta ekan va prosmotrlar soni 50 mingtani tashkil qiladi. Endi esa eng qizig'iga yaqinlashib kelyapmiz. Birinchi o'rinni kim olarkin? Diqqat, birinchi o'rin egasi Daryo va reklama narxi $300. Daryo anchadan beri o'z faoliyatini yuritib keladi va Telegramda 1 millionga yaqin obunachilari bor va bitta post qamrovi diqqat 410 mingtani tashkil qiladi. Bu juda ham katta sonlar. Kelinglar endi bu kanalda bir oyda nechta pul ishlashini hisoblab ko'ramiz. Demak, Daryo reklamalarni o'chirmas ekan, kelinglar shuning uchun hisoblab chiqamiz. Daryoda reklamalarni hisoblab chiqish biz uchun juda ham qulay qilishgan ekan. Har bir reklamli postni tagiga reklama degan so'zni qoldirishar ekan. Shuning uchun kelinglar reklama deb poistga yozamiz. Xo'p, demak, sanaymiz. 1 2 3 4 5 36 37 38 ta. Bundan tashqari hali reklamani ruschada ham yozishar ekan. Shuning uchun uni ham hisoblaymiz. Hozircha 38, 39, 40, 41, 42 74 ta. 74 ta reklama do'stlar. Va buni oddiy matematik sarhisob qilib chiqsak, demak $22,200 bo'lyapti. Bu albatta sof foyda emas, lekin baribir shunaqa daromad qilishar ekan faqat Telegram o'zidan. Solishtirish uchun esa Trolluzni ham hisoblab ko'ramiz. Menga ham juda ham qiziq Trolluzni foydasini bilish. Aytgancha oxirgi payt Trolluz kanalida juda ham ko'p reklamalar chiqyapti. Xo'p, kelinglar shuni hisoblab ko'ramiz. Trolluzni endi reklamalarni ajratib olish biz uchun qiyinroq bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, Trolluzda native reklamalar ko'p chiqadi, lekin harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, boshlaymiz. Xo'p, mana bitta Yandex reklamasi bitta bo'ldi. Mana bu lekin reklamaga o'xshaydi. Tan bilmadim lekin. Bu reklamami yo'qmi buni ham bilmayman, lekin reklamani barcha alomatlari bor. Mana bitta rasmda ham logotiplari bor, ham ikkita havola ham berilgan. Menimcha reklama bo'lsa kerak. Reklama deb hisoblayveraylik. Mana bu aniq reklama. Xo'p, buni endi bilmadim, reklamami yo'qmi? Menimcha reklama bo'lsa kerak bu ham. Bu ham reklama. Reklama. Juda ham zo'r, juda ham kuchli, energetik ustoz. Hammalarga tavsiya qilaman, albatta ko'ringlar. Bo'ldi. 21 ta reklama sanab chiqdik. Adashayotgan bo'lishim mumkin, chunki Trolluzda reklama emasmi bilib olish hammasida ham oson ish emas. Hop, shunda ham 5 tasini adashdik deb hisoblaylik. 16 ta reklama bo'lyapti bir oy ichida. Oddiy arifmetika qilib sanab chiqsak, bir oyda $4,000 bo'lyapti. Bunisi esa Daryoga qaraganda ancha sof daromadga yaqinroq. Hop, arenda va hokazolarni olib tashlasak, Telegram o'zidan Trolluz $2,500 dan ko'proq daromad ko'rar ekan.
Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni unutmang. Sizga katta rahmat va keyingi videolarda uchrashguncha xayr.